Bu bemorimizni birinchi marta 2022-yil avgust oyida murojaat qilib kelgandilar. Kelgandagi ahvollari qanaqa bo'lgan, o'zlaridan eshitamiz. Og'ir ahvolda bo'lganman. Oyoqlarimni qimlata olmas edim. Qo'llarimga ancha harakat kelib qolgandi, lekin oyoqlarimni qimlata olmas edim. Allohga shukr, hozir ancha yaxshiman. Mana 2 marta lichinaga keldim, hozir 3-chisiga o'sha xadinoliga turyapman. Qadam tasha olmadim, lekin hali endi harakatdaman. Ancha harakatlarim yaxshi, o'zimni yengil his qilaman. Tushgan ahvoldan ancha chiqib qoldim. Hayotga qiziqishim ortdi. Yaxshi. Kelganingizda eslayman, shunaqa yig'lab kelgansiz, tushkun kayfiyatda. Ana, prям tarki dunyo qilib bular endi yaxshi bo'lmaydi deb adashmasam nima bor edi? Katta ro'yot to'yarangiz ham bor edi. Bor edi, operatsiya qildirgandim. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, bu bemorimiz ham kelganlarida kattagina yotoyara bor edi-da, chunki nima sababdan? Chunki militdan keyin to'g'ri uxod qilinmagan, bemorga tushuntirilmagan, qanaqa parvarish qilish kerak, qanaqa yotqizish kerak, postel qanaqa bo'lish kerak. Bularga ham bu haqida hech qanaqa ma'lumot berishmagan. Shuni natijasida orqa tomonda ko'pchikda juda ham katta, chuqur, katta razmerli yotoq yara bilan murojaat qilib kelgandilar. Mana Gulnor opa, sizda milit tashxisi qo'yildi va qanaqa boshlandi bu kasallik? Shu ko'krak qafasida o'ta kuchli og'riq bo'lgan, keyin oyoq qo'lida uyish bo'lgan, keyin yurak behalovat bo'lib betoqatli bo'lgan. Lekin shu kasalxonaga o'zim oyog'im bilan yurib borganman. Xo'p. O'ta qanaqa ukol qilishgan bilmayman, ukol qilishgan. Shu ukolda uxlab qolganman. Shu turganimdan keyin o'sha oyoqni his qilmay qolganman. Turganda o'sha oyoq ishlamayapti edi. Keyin hali uyish bor, o'sha his qilmaslik oyog'i uchidan tepaga qarab yurishi boshlagan. Shuni o'zim sezib turganman. Keyin nafas siqish bo'lgan. Shunaqa og'ir isitma bo'lgan, temperatura bo'lgan. Shu bezga tutib shaqillab anaqa bo'lganda, odamni bezga tutishi bo'lgan. Chunki militni belgilaridan biri bu isitma ko'tariladi. Isitma ko'tariladi. Endi bu 1,5 yil atrofida shu isitmada bo'lganman. Isitmada bo'lgansiz. Aytganlaringiz hammasi bu militni belgilari, ya'ni aynan militda bu isitma ko'tariladi, oyoqlarda harakat cheklanish bo'ladi, bu oyoqlardan o'sha qo'llarga ham o'tishi mumkin. Milit tashxisi qo'yilgandan keyin sizda kichik chanoq a'zolari faoliyatida o'zgarish bo'ldimi, buzilishida? Bo'lgan. Nima bo'ldi? CD tutilish bo'lgan. 1,5 yil mochovoy kateterda bo'lganman. Pisha olmagansiz. Adashmasam bizga kelganda ham mochovoy kateter bor edi. Kateter bilan kelganman. O'sha bitta birinchi lichinani olib ketganimdan keyin shu ikkinchi lichinaga yaqin mochovoy kateterdan chiqib ketdi. O'zi qutulib ketdingiz undan. Yaxshi. Katta axlatingiz qanaqa? Uni his qilaman, lekin sidon tutish yo'q. Axlatni qotib keladimi, qanaqa? Necha kunda keladi axlatingiz? Shu boshida qotib, pashti bir hafta ham yurardim. Lekin hozir yaxshiman. Hozir yaxshi. Bu bemorimizda ham o'sha kelganlarda kateterda kelgandilar bizga, axlatdan bunaqa sezmasdilar, sishda muammo edi, lekin hozirgi kunda ancha axlatlari o'zi keladi, dorisiz o'zi chiqadi, sezadilar. Sishda ozgina kateter yo'q, lekin sal tutilib keladi baribir, ozgina bor. Ushab qolmayman. Eng asosiysi kateterdan qutulganlar bu bemorimiz. Gulnor opa, sizni ochiq fikringizni bilmoqchimiz. Bizning markaz to'g'risida fikringiz boshqa joylarda ham yotgan bo'lishingiz mumkin-da, o'zingizda. Men yotganman, o'zimizda shu oblastnoy bolnitsamizda yotganman. Keyin Chilonzorda xususiy klinikada yotganman. Yaxshi, bu nima deydi? Shifokorlarning shirin muomalasi to'g'ri ekan, muomala bilan davolash bu to'g'ri gap ekan. Men shu tushgan ahvoldan chiqdim. Bizani tanlashingizda asosiy sabab nima edi? Kim tavsiya qildi bizani sizga? Bizga o'sha neyropatolog Obidjon aka tavsiya qilganlar, shu Charosxonga boringlar deb. Shu yerga keldim, afsuslanmadim. Allohga shukr, mana o'zgarish bo'ldi, yaxshiman. Keyin ves ham tashladingiz, Ves ham tashladim. Necha kilo ves tashladingiz? Lekin точно bilmayman, ves qancha tashlaganim, lekin tashladim. Kelganingizda to'laroq edi. Kravatga anaqaga sig'mas edim. Kolyaskaga sig'masdingiz-da kelganda. O'sha mana hozir bemalol o'zingiz. Qancha ves tashladim. Yaxshi. Ves tashlaganingiz yaxshi. Chunki qancha ko'p ves tashlasangiz, shuncha reabilitatsiyada qiynalmaysiz. Oyoq bilan ishlash, zalda ham o'zingizga bilinadi-yu, ancha yengillik bo'ladi. Yaxshi, men itarishlarni ham bemalol qilaman. Ijtimoiy xonaga kiribmizmi? Yaxshi. Kiraman, yaxshi. Harakat yaxshi. Eng muhimi oyoq tagidagi narsani his qilishni boshladim. Sezolman shu anaqa ketganlarni. Hadinokda ham yuryapsiz. Hadinokda yurishni boshladilar. Qanaqa harakat qila olasiz, qilavering. Emanglashingiz mumkin, hadinokda yurishimiz mumkin. Ayniqsa brusda turish. Bu ham juda foydali. Endi sizga уже vertikalizatorga hojat yo'q.
уже o'zingiz turishni yurishni boshlaysiz. Video oxirida bir narsa aytmoqchiman. Kelinglar, shu Gulnora opamga va Gulnora opamga o'xshagan bemorlarga shifo tilab, chiroyli tilaklarimizni izohlarda yozib qoldiramiz.